Alo, hoy ovsin, chiqing biznikiga yangi sori g'iybat bor. Sevara Tulkinbayevna ham ketdi. Ha nima, Home Life'ga ham hamma boshqa kompaniyadan kirib kelgandiku, esingizdan chiqdimi? Unga kirish boru, nima chiqish yo'qmi? Qiziqsiz, tavba. Siz hozir oyda oxiri balimni to'plab olishim kerak. Hoy, nimaga zakaz urmading? Voy, sen qachon zakaz urasan? Voydod, karyeramdan tushib ketyapman. Voydod, nima qilsam bo'ladi deb o'tiribsizmi? Axir Longrichda CPPV bal to'plash, tushib ketish, chiqib ketish umuman yo'q. Umringizda bir marta xarid qilasiz. Men 360 mingga o'zimga kerak narsalar bor edi, o'shani zakaz qildim. Qaradim, halol sertifikatlariga ham ega ekan. O'sha mahsulotlardan oldim. O'rgilay chiqsangiz ko'rsataman. Ana endi meni vaqtim bor. Mana sizga o'xshagan hali ham yangilikdan bexabar odamlarga ma'lumot berib, komandam bilan ishlab o'tirishga vaqtim yetadi. Kim aytdi sizga Longrich binar ekan deb? Klassika tovar-оборотdan pul to'lab beradi. Yaxshisi siz ko'p gapirmang. Bu yoqqa chiqing. Qulog'ingizga yetadigan gaplar bor. Hozir 5 kungina qoldi, zo'r aksiya ketyapti. Qanaqa aksiyaligini yo hechkamga yozing, yo uyimga chiqing. O'shanda aytaman.